Aliment to'lovchilar uchun ajoyib yangilik. 2025-yil 1-martdan boshlab aliment miqdori yana ko'tarildi. Demak do'stlar, diqqat qilamiz. Agar aliment to'lovchi ishlamaydigan bo'lsa, bir nafar farzand uchun 1.592.000 so'm, 2 nafar farzand uchun esa 2.122.000 so'm, 3 va undan ortiq farzand uchun esa 3.184.000 miqdorida aliment to'laydi. Agarda aliment to'lovchi ishlasa, bir nafar farzand uchun oyligining 25% miqdorida, 2 nafar farzand uchun esa oyligining 33% miqdorida, 3 va undan ortiq farzand uchun esa oyligining 50% miqdorida aliment to'laydi. Bu miqdor nima sababdan va qanaqa asosga ko'ra ko'tarildi deb so'raydiganlar uchun Davlat statistika agentligining 2025-yil 1-martdan bergan ma'lumotnosiga ko'ra, O'zbekistonda o'rtacha oylik haqi miqdori 6.368.000 so'm tashkil qilmoqda. Shunga asosan, Majburiy ijro byurosining mib.uz saytida ishlamaydigan shaxslar uchun aliment miqdori shu miqdorlarni ko'rsatmoqda. Shu sababli aliment miqdori ko'tarildi. Agarda siz aliment olmayotgan bo'lsangiz, 1-marta aliment topshirmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Biz sizga 3 kun ichida aliment chiqarib beramiz. Demak do'stlar, shu va boshqa masalalarda advokat xizmat kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling.